Hayvanatlarning arasida ma böre to'shqonni alomat bo'lsa qildi ekanda. Abishiq do'ppi kiyib chiqsa, sen nima ish do'ppi kiyim deb qochtirib ishkini qo'ydi ekan. Do'ppi kiymasa, nima ish do'ppi kiyim deb qochtirib ishkini qo'ydi ekan. Shuninglar bu to'shqon bo'lamay yo'lvos arz qildi-da, arz qilgandan keyin yo'lvos bo'rini chaqirtib, qanday ahmoq narsa esan, davomli bir xil sabab bilan urmasdan, qo'liga birsin berib, menga sopun akada, atir sopun akasa, nima ish kir sopun akamni deb ur. Kir sopun akasa, nima atir sopun akamni deb ur. U mu qamlashmay qolsa, qo'liga bassin berib aroq akeldi. Agar oq aroq akelsa, nima qizlaroq akamni deb qochtirib birini qo'y. Qizlaroq akelsa, nima oq aroq akamni deb qochtirib birini qo'y. Ammo shunda qilmamsa deb onun o'rgatganiki, buni to'shqon talatirib o'nglab qoldi ekanda. O'nglab qo'yib shunda bo'lsa, yiliqib bir oylik kelib, "Ey to'shqon maka", keyin falaqishib qolsa, "Men birsimga sopun akelar degandan atir sopun akelam dem, kir sopunmi?" desa, "Aka pulni" deb tatib oliblar. Yana qo'liga bassin berib, "Menga ma basim aroq akelar degandan qizlaroq akelam dem, oq aroqmi desa, pulni shartatlab qachat qilib qilib do'ppang dem kiyimni deydi ekan. Bir yezdi bir adam yeni 80 simpulni aran yig'ib, mashinaga bir yangi soatning birini olaman deb yursa, bir baqqa kirib cho'p-cho'p bassa bu odam tomning tepidila bir Shanxay qo'l soat turganda, "Ajab bala ish bo'ldi bu. Bu 80 simpulni qachchini hotellarda choy tuz qilgan bo'ldik. Men soatni evil taqmayman" debla, bu koni soatni qo'liga taqib olganda bu. Eliqi intang o'sal soat ekanda bu 2 kun taqagandan keyin buzilib qoldi ekan bu. Soatxonaga apasa, bu soatning ichini tatishib ketdi. Ichiga purjin solamiz, uni buni qilamiz deb 30 qo'yib oladi ekanda. O'ngishdi kelib, yana 2 kun taqagandan keyin yana buzilib qoldi ekan bu soat. Buzilib qolgandan keyin yana bir yemekhonga apasa, uni buni debla yog'ani chatash chiqib 50 so'm oldi ekan, pul oldi ekanda. Oshta qilib, 80 so'mga yangi soat oldi odam, bu soatni remont qilib 120 so'm pul xajlab bo'ldi ekanda. Xajlab bo'lib ochig'i kelib bu odamning to'xtab turib, bu soatni yana taqsam, yana bir mont pul chiqimda olga o'xshayman deb o'rniga shunday qo'l qo'yishig'lar, mayaqti bir odam hijarab kelib, "Uka, bu soatni sen ishlatdingmi?" degan ekan. Bir bola yangidan o'linib qolibdi-ku bizning turpayizda. O'linib, shuni ayol dedi, "Hey, ishga aqingizni jumaga bering, juma bo'lmasa ko'grigingizni ko'stima" degandan keyin, "Voy, nima deydi u? Jumaga yuribman, deydigan gapni uqmasamman" degandan keyin, "Voy, uyaga berib chiroyli bir aqingizni so'rasangiz deb turdi" degandan keyin, "Bo'ldi" deb ishga aqinsiz jumaga menib qoldi ekan-ku. Yo'l bag'ish bir aqingiz qo'pib, "Hey, bu yezi deganda qaynatang tayliq tamoq ichiki bir tut daraxt yo'linib turdi. Assalomu alaykum qaynata. Mushu daraxt yo'g'irdiganimiz uchun lim bo'ldi ekan-ku" deysa. Hali deydi. O yezi deganda bir yiqil deganda bir kichik mo'zaydan biras bo'ldi. Mush mo'zay yo'qas qaynata, ammo 3 chilak suv chiqadigan kol bo'ldi ekan-ku deysiz. Hali deydi, putida chaynishib yenib kelamiz degandan keyin bo'ldi deb bor ekan-ku. Bag'andiki rost deganda qaynatasi ko'tak turib, tamoq chegandan keyin "Assalomu alaykum qaynata" deb turib ketib, "Mushu daraxt yo'qas, ammo cho'qim ishga lim chiqdi ekan-ku" degan. "Ha, bolam, uy kiringlar" dedi ekanda. Uy kirib, lapas qarisi bir og'riqchan, bir kichik bir ola mo'zay turgan. "Qaynata, mushu mo'zay cho'ng'anchaqda kol bo'ldigan bo'lsa 3 chilak suv chiqdi ekan-ku" degan. "Uy kiringlar bolam" deb choyni qo'ydi ekanda. Shundoq u yoq bu yoq qarab turib ketib bu bola. Derazda bir tal qum bilanini ko'rib qilib, "Qaynata, ashu bilan cho'ng'ib kas tugman tashib ketdi"